Bugun sizlar bilan turk tilida zarf fe'llarni, ya'ni payt bilan bog'liq bo'lgan ikki zarf fe'lni farqlashni o'rganamiz. Birinchisi dikcha, ikkinchisi esa inja zarf fe'llaridir. Ushbu zarf fe'llar o'zbek tilida qaysi vaziyatlarda va qaysi holatlar uchun ishlatiladi? Sizlar bilan o'rganamiz. Demak, birinchi zarf fe'limiz dikcha. Dikcha zarf fe'li bizga süreklilik, ya'ni davomlilikni ko'rsatish uchun ishlatiladi hamda o'zbek tiliga gan sari deb tarjima qilinadi. Masalan, qaysi ma'noda ishlasak bo'ladi? Yomg'ir yog'gan sari yerlar nam bo'lyapti. Yağmur yağdıkça yerler ıslanıyor. Demek bu yerda dikcha, yağdıkça so'ziga dikcha, ya'ni süreklilik zarf fe'lini qo'shish orqali yasadik. Yomg'ir yog'gan sari yerlar nam bo'lyapti. Demak, dikcha bizga jarayonni, süreklilikni, ya'ni davom etishni ko'rsatyapti. Endi inja zarf fe'liga keladigan bo'lsak, bu o'zbek tiliga bilanoq, ya'ni shu zahoti ma'nosida ifodalanadi va bu bizga ma'lum bir muddatni ifodalash uchun ishlatiladi. Muddat. Aniq bir muddat kelishi kerak. Masalan, onam kelishi bilanoq meni savol-javobga tutishni boshladi. Annem gelince beni sorgulamaya başladı. Demek, yana qaytarib olamiz. Dikcha zarf fe'li gan sari deb tarjima qilinsa, inja zarf fe'li esa bilanoq shu zahoti degan ma'noni bildiradi. Dikcha süreklilik, ya'ni davomlilikni anglatsa, inja ma'lum bir muddatni anglatar ekan. Qadrli turk tili ixlosmandlari, umid qilamanki, bugungi mavzumiz sizga ancha tushunarli bo'ldi. Savol va takliflaringizni izohlarda kutib qolamiz. Salomat bo'ling.